Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, Baxtiyosh kanalining obunachilari. Hozir men sizlarga ko'pchilikda uchraydigan holat, bitta lampochka yoqiladigan qanunda ko'p aytadi, ikkita lampochkani ko'rsa bo'ladimi? Kabelni tashlab bo'lingandan keyin bu mana devorda tayyor bittalik ulangan bitta lampochka patologida xuddi shuni ikkilashni qilsa bo'ladimi boshqa kabel tashlamasdan degan savollarga hozir mana qanday ulash kerakligini hozir ko'rsatib o'taman. Ko'rib o'rganib olasizlar. Shu boshqa kabel tashlanmaydi, shu o'zini bor kabeli bilan qanday ulanadi hozir sizlarga ko'rsataman. Hozir mana bitta lampochka faqat bitta klavishnikda yonib o'chadi. Bitta mana ikkinchi lampochkani qo'shamiz. Bu mana ikki klavishnikni qo'shamiz. Xullas buni o'rniga ikki klavishni qo'yamiz. Boshqa kabel tashlanmaydi, o'zini kabeli qoladi o'rnida. Qani bo'lmasa boshladik. Xo'sh, buni olib tashlaymiz. Buni olib tashladik. Mana ichida noli glavniy tok, mana bunisi glavniy tok. Bunisi mana lampochkani oqi, toki, lampochkani ko'ki, noli mana ikkalasi ulangan eski holatida. Mana ko'ki bular, glavniy tok bilan lampochkani ko'ki bir-biriga ulangan. Bu ash holatida qoladi. Endi bizga bu yerda mana lampochkani sarig'i bor, sarig'idan foydalanamiz. Endi buni bunday qilamiz. Bu yerga tepada patologda bu faraz qilaylik, patologda lampochka, bitta lampochka, bir 6 ta lampochka bo'lsa, 3 tasi addenni o'chadigan ikki klavishni qilib ber deyapti. Endi buni siz qanday qilasiz? Buni 3 ta lampochka bo'lsa, mana uchalasi deylik, bunda ikkitani hozir ko'rsatib beraman, xuddi shunday ulanadi. Bunda hozir bizga lampochkaga mana ikkita kerak bo'ladi. Bu lampochkaning noli bilan bu lampochkaning nolini patologidagini ikkalasi bitta qilib ulanadi-da. Ikkalasi bitta bo'ladi. Hozir bunisini ham chiqaramiz. Bunisi tursa ham bo'laveradi. Xullas mana 3 talik vaga. Bu yo'q bo'lsa, izolentada ham ulab qo'ysa bo'ladi. Xullas mana patologda bo'layotgan ish hozir bu. Ko'chatir bu yoqda qolyapti. Buni hozir mana bu lampochkaning noli yangi lampochka, keyingi lampochkaning noli uchalasi bitta ulanadi. Bitta qilib ulaymiz bularni. Mana uchalasi bitta qilib ulanadi. Xo'p, bu ulandi mana. Bu lampochkani ko'ki ulandi. Endi buni qolyapti mana oqi bilan buni lishni sarig'i, oldin ishlatilmagan sarig'i. Endi bularni ham ulab qo'yamiz. Bu ulanadi-da mana. Buni ulagandan keyin bu tayyor. Xuddi keyingini bu yog'ini mana bu yoqda nechta lampochka bitta bo'lsa, yana bunga qo'shilib 5 ta bo'ladimi, 10 ta bo'ladimi, bu addenni. Bu yoqda yana 5 ta bo'lsa, bu ham addenni bo'ladi. Bu yoqda mana butkul shateldan 3 talik kabelda chiqqan xolos bitta kabel eskisi. Endi buni bu yerda qanday ulanadi? Bu yerda xuddi shunday eski holati shunday qoladi. Mana nollari shunday ulangan. Buni mana glavniy faza, bu ikki klavishni ko'chatir. Bu mana ikkala lampochkaniki, bunga bitta lampochkaniki, bunga bitta lampochkaniki ulanadi. Bunga faza tok ulanadi. Bunga tokni ulaymiz. Mana qizil bor joyiga. Buni boshqachalari ham bor. Buni hozir boshqachasi bor yana. Bu ham ikki klavishni. Bu prosta mana bunaqa bo'ladi.
50 qo'ygani 4 kiradida, 1-2 qo'ygani qanaqa bo'ladi bular. Bitta lampochka, bu ikkinchi lampochka. Xuddi shuni bu prosta boshqacharoq ko'rinishda orqa tomoni. Bu prosta samarezda o'zini anaqa gaykasi bor, shuni qatiradigani. Bu prosta bu bunaqa knopkalisi, buni shunday prям bu qatirmasdan suqib qo'ysangiz o'zi qisilib qolaveradi. Xullas buni ulaymiz hozir. Bu oq birinchi lampochkaniki bu. Birinchi lampochkani ulaymiz bunga mana. Bunisiga bu sariqni kerak oldin bittaligida kerak emas edi. Endi bunisiga ulaymiz. Bunday ulanadi. Bu ham tayyor mana. Xuddi shu ko'rinishda, oshiqcha kabel tashlangan yo'q. Bu devorning ichida patologga ketgan bitta ash lampochkaga. Hozir xullas bu mana tayyor ulanib bo'ldi. Endi buni hozir ko'rasizlar qanday yonib o'chadi. Bundan keyin bu yoqqa xohlagancha lampochka qo'shib ketsa bo'laveradi, cheres. Bunisidan ham xuddi shunday prosta nolidan noli bitta bo'lib ketadi xolos. Buni sarig'i faqat to'k olinib ketadi, noli hamma lampochkaniki bitta bo'lib ketadi. Tepada bitta kabel aylangan bo'lsa, общий. Ash общий aylangan kabelni nollarini hammasi bitta lampochkaning noliga hammasini bitta ulab ketaverasizda, ochib sarig'ini o'sha yangi qo'shilgan lampochkani oqiga ulab ketaveradi, sarig'i bilan oqini. Keyingisiga bu ko'ki bilan oqini ulab ketaverasiz unaqa qilib. Xullas shu holda ketaveradi. Hozir ulab ko'rsataman. Yonish. Xullas mana ulandi. Xuddi shu anaqada yonaveradi mana. Bu tomoni отдельный, bu tomoni отдельный, yonib o'taveradi. Xullas bittalikdan ikkita lavishni qilib, ikkita lampochkani ikkita qilsa bo'ladi xullas. Bitta kabel bilan oshiqcha kabelsiz. Xullas bittalik tashlab qo'ygandan keyin men ikkitalik xohlayman deb qoladi bir xazayinlar. Shtovari bitta joyda bir 10 ta lampochka bo'lsa, bitta klavishida, bir klavishida bo'lsa, xuddi shuni shu holda ulab, xullas yarimini отдельный yonadigan qilib bersangiz bo'ladi. Oshiqcha yangi kabel tashlab, yana lampochkaga xullas unaqasi bo'lmaydi-da. Shu holatda ulab qo'ysa bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalda yangilar podpisatsiya bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar, чтобы keyingi video chiqqanda birinchi bo'lib ko'rishlik xullas sizga boradi. Klass bosib podpishka qilib turinglar. Xudo xolasa qanaqada muammo bo'ladigan bo'lsa, yozsalaring, shunaqa videoni chiqaraman yana. 3 talikdami, 2 talikdami proxodnoylar ham bor. Keyingi videolarga ko'rsalaring, yana har xilga anaqalarda tushunmagan anaqalarni tushunib olishlaring mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.